O'rtoqlar, bu 07 ni tanimagan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Nimaga unaqa deyapman, bilasizlarmi? Nimaki bu akamiz mashinani stok holatda olib, qancha pul sarflashgan, qancha mehr berishgan, hozir sizlarga aytib o'taman. Normalni pul sarflab qo'yishgan, salonni ko'rsanglar ham jinni bo'lib qolasizlar. Akam diskani ham tanlab taqishgan, rels diskalarni taqib qo'yilgan, mashina cho'ktirilgan, mashina vobshe doda bo'lib yotibdi. Yana sizlarga hozir nimalar qilinganini sanab o'taman. Kamera alohida tema, gulshitira alohida tema, mana bu yozuvi vobshe alohida tema bo'lib yotibdi. Teoyalarga ham original karbonlardan taqib qo'yishgan ekan. O'rtoqlar, salon qismini qaranglar, original Mercedes rolni taqib qo'yishgan. Bu original roli. Skorost qaranglar, Kowni karbon taqib qo'yishgan. Tablolarni qaranglar, monitorlarni qo'yib qo'yishgan vobshe. Kolonka deysizlarmi, patologlar polni tikilgan kameralar bor. Mana bu oynalar elektron tushib chiqadigan qilib qo'yishgan. Motorga lekin gap yo'q. Akam motorni normalni qilib qo'yishganiga hozir ko'rsataman. Ovozni ham bitta eshitiraman sizlarga. Motorni Priora motorini taqib qo'yishgan 1.6 bo'ladi. Nolovoy filtrlar taqilgan, qimmat povklar taqilgan. Mashina hozir ovozini eshitamiz. O'rtoqlar, ovozini eshitlar. Bosing aka. Qo'y. Mashinaga qancha pul ketganini deb o'ylaysizlar? Kommentariy fikrlarni yozib qoldiringlar. Video yoqsa bitta like bosib, obuna bo'lib ketasizlar. Bundan qiziq obzorlar hali oldinda.